Chetdanmi ekan bilmaymiz. Nima chetdanmi ekan? Nimani bilmaymiz. Allohning roziligi chetdanmi ekan bilmaymiz. Shunaqa videolarni ham ko'ring, qalbingiz yumshaydi, maza qilasiz. Hayajonli daqiqalar. Ko'zlarni baylab sekin olib chiqaverasizlar. Biznikiga chiqamiz. Qani. Anaqa holatda edi. Endi ko'rib reaksiyani ko'ramiz bitta. Bismillah. Mana sekin uyingizga keldingiz. Hayajonli daqiqalar hozir. Ko'zlarini yechamiz. Nima deb o'ylaysiz endi opa? Bilmayman, ko'rmasam shunchalik hayajondaman. Xohlab qo'ydik, oddiy. Bo'ladimi? Nima mendan beri o'zim. Keling, tayyorlanamiz. 1 2 Nima deysiz? Kim uyga kelib qoldim? O'zingiz uyga keldingiz. Orzu edi bunaqa uyda yashashmanga. Hammasi Allohdan biz sababchi bo'ldik xolos. Rahmat. Ichkarida devorlari bor. Bemalol endi shu yerda o'tirib mehmonlarni ham kuzataverasiz. Xudo xolasa. Rahmat. Qani? Bu endi seni uying bo'lib qoldi bu. Tur. Qalay uying? Mana shu endi seni uying. Metlarda darslar qilaverasizsan. Yaxshimi? Mana shu yerda sen uxlaysan endi. Xo'p? Ba'da endi shu qizlaringiz bilan o'zingiz qani yuringchi opa? Bismillahirrohmanirrohim. Ha opajon. Rahmat. Xursandmisiz? Rahmat. Qani bo'pti? Hali abo'ylar yo'q endi. Yaxshimi? Mana bitta xonaga yana qo'shilib qoldi, ko'paydi. Xona qilib bersizlar-da. Ha. Yi o'ng qo'lda nima bu o'ng qo'lda? Bismillahirrohmanirrohim. Ye. Pakechi malla bu. Bismillahirrohmanirrohim. Ayta nima bor endi o'ng qo'lda? Nima? Xolodilnikmi? Xolodilnigini ham yo'qmi deb olam? Mana xolodilniklar bor. Yangi gazlar qo'yibsizlar. Qo'limizdan kelgancha harakat qildik. Oshxonangiz endi bitta bo'lib qoldi. Nari xona bitta qo'shilib qoldi. Xolodilniklaringiz ham bor mana. Ichida to'la narsalari bor. Yo'qmi opa? Rahmat. Rahmat, hammaga rahmat. Shunda yuraverasizlarmi? Hech nimadan hech nima yo'q deysizlar mana. Biz mashinaga maza qilamiz. Bu eshiklarda shunaqa ko'p bor himmat qilib xizmat qiladigan bir akamiz borar. Duo qiling namozlaringizda. Keyin bu remontlarini bir do'stimiz musofirdalar. Hamma yo'g'ini o'zim qilib beraman deganlar. Alloh rozi bo'lsin. Homiylarimiz ulgurmay qolishda biz ham nima xizmat deganlar rosa ko'p bo'ldi. Hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. O'sha hali aytganingizdek qiyomatda guvohlik berasiz endi. Xudo xolisa guvohlik beraman. Rahmat. Biz yana ham boshqacharoq o'zi reja qilgan edik. Biz boshqa joyda yana qurilishlarimiz bo'lyapti. Shu sabab Men shunaqa qolgan e'tiborni u tomonga qaratganmiz. Oppoq bo'ladi. Men qandaydir tushlarimga kirgan edi. O'shanda ajoyib oppoq uylarda ko'rdim tushlarimda. Aytdim Mahmud akamga. Kamera ortida hozir qizlari shunaqangiz yig'lab xursandchilikdan shunaqa tabassumda turibdilar. Do'stlar, ayni aytamiz. Shu oqayotgan bir tomchi ko'z yoshlar inshaalloh qiyomatdagi do'zax o'tini o'chiradigan ko'z yoshlar. Ilohim, Allohim, avvalambor o'zingga ming shukr. Allohim, o'zingga ming bor shukr bergan kuningga, ko'rsatgan kuningga shukr. Ilohim, aşkıga ihson qilgan aka-ukamiz Allohim, o'lgunimcha duo qilaman. Musofirdagilar va o'zimizdagi tadbirkorlar xizmat qilayotgan, shu kommentariyada bitta like bosayotgan hammalarimizdan duo qilayotganlardan o'zi rozi bo'lsin. Rozi bo'lsin. Opa salomat bo'ling. Alloh taolo hammamizni ajrlantirsin. Dunyo va oxiratda xursand qilsin ilohim. Allohu akbar. 1 2 3 4 500 dollar hali pulni ham qaytarib berishligini aytganlar o'sha remontlarini qilib bergan akamiz. Sababi shu qizlarimizga ishlating. Kami ko'zlarini qilasiz. Mana 500 dollar. Shuncha xizmat qilib. Do'stlar, ichkarida qizlari shunaqangiz yig'layaptilar, u xursandchilik ko'z yoshlari. Shu videoni ko'rib maza qildim. Shu opamiz ishlari bitibdi deganlar kommentariyada bitta yozib, bitta like bosib qo'ysangiz ham inshaalloh siz ham shu xursandchiligiga teng sherik bo'lib qolasiz shu duolarga inshaalloh. Siz yana aytamiz, like so'rasak, kommentariyada bitta duo qilib qo'ying desak, o'sha aslida biz sizni sherik qilmoqchimiz xolos shu yaxshilikka. Bizga hech qanaqa bir dunyoviy manfaati yo'q. Kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa biz ham xizmatlarda davom etamiz. Kirishingizga oyog'ingiz bir boshqacha bo'ldimi gilamlarga? Fargiz gilamlari shunaqa bo'ladi. Uylarimizning ko'rki Fargiz gilamlari bilan. Allohim, shu ehson qilganlardan Allohim jannatlarda shunaqangi yumshoq joylarda yursa ilohim. Mashaalloh, ana qarang. Bu duoni endi bilmayman, bu duoda milliardlab sarflab ham topa olmaysiz. Shunaqa yumshoq joylarda yursizlar jannatda deyapti. Alhamdulillah. Alloh rozi bo'lsin. Kuzatishda davom etinglar. Biz yana shunaqangi zo'r loyihalarimiz bor. Endi uni hozir aytsak qiziq qolmaydi. Kuzatib turinglar, bir umrlik orzusi inshaalloh ushaladi bir nechta insonlarda. Bir nechta insonlarda inshaalloh. Xudo xolasa havola qilib boramiz. Sizni xursand qilganlarni Alloh taolo dunyo va oxiratda ularni ham xursand qilsin. Omon bo'ling. Rahmat hammalaringizga. Ketdik. Yuramiz endi. Xo'p.